Men sizlarga hozir nokdan zo'r desert tayyorlab ko'rsataman. Bu desertni tayyorlab berib, hatto urushgan odaminglar bilan ham yarashib olasizlar. Noklarimizni cho'ponlarini yechib, o'zimizning ichimizdagi yomonliklarni tozalaganimizdek, nokni ham tozalaymiz. Qarazlashib qolgan insonimizga mehr to'la yuragimizni bergandek, nok ichini ham mehrga to'ldiramiz. Pishmagan noklar qorinni dam qilsa, bu shirinlik ichidagi nok qorin uchun bezarar. Qat-qat taxlangan xamirimizdan to'n bichib, noklarimizni kiyintiramiz. Agar bu shirinlikni men ko'rsatgan usulda qilsanglar, ham ko'zinglar, ham oshqozoninglar juda xursand bo'ladi. Hozir bozorlarimizda nok juda ko'p pishgan. Yaqinlaringizga bu shirinlikni tayyorlab berishni ayni vaqti. Bu nokli shirinligimizni tayyorlanishi qiyinga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin meni obunachilarim mendan ham chaqqon. Shirinlik uchun nokni kichkinaroq ham tanlashingiz mumkin. Noklar ustiga ozroq mehr berib, qalbimiz kabi qaynoq pechimizga ustilari tillarangga kirguncha jo'natamiz. Pishib chiqqan mehrimizni issiq holatda ham, sovuq holatda ham tanovul qilish mumkin. Bu savolim xafa bo'lgan insonlarga nima deb o'ylaysizlar? Bu pishiriq sizlarni kechirishingizga arziydimi? Bu videoni sizni xafa qilgan insonga yoki yaqinlaridan kechirim so'ray olmaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Menga obuna bo'ling, yurakchan qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.